Assalomu alaykum qizlarjonlar. YouTube kanalimga men videolarimdan joylagandim. Tabiiy o'zimning husnim, o'zim Alloh bergan husnim. Qaranglar, birinchi qildim. Battali. Hozir buni ichiga endi qiyma, go'shtli qiyma tugamiz. Gapirishibdi, har xil gaplar. Buncha xuniksiz deb, sizlarga shu labini shirib olgan, butini shirib olgan, utini shirib olganlik yoqar ekanda, ko'zini chiqarib olganlar, urut bacharalar bor-ku. O'shanaqa yoqar ekanda, sizlarga. Labini shirib olgan, mamtini chiqarib olgan, yana bilmayman qatlarini shirib olgan, xullasdek. Asabda menda hozir. To'g'ri, haterlar yozadi. Ularga nima deydi, pisand qilish kerak emas, lekin meni Alloh yaratgan yuzimga gapirmalaring sallaganmasda. Men ataylab tabiiy borimcha chiqaman, bo'yanmasdan sallaganaman. Qizig'i, voy tavba, ajoyib. Odamning yuzini ham gapirishadimi? Qani bu qatam urut ekan shunchalik, qatam. Qizig'i, yo jag'im chiqib ketdimi, yo yuzim osilib qolibdimi? Tavba. Menga voy farqi yo'q, chunki men avratimni yopib chiqaman. O'zimni o'zim sevaman, o'zimni o'zim hurmat qilaman, qadrlayman juda ham. Sizlarga o'sha gap xullas, negativchilar, negativ birovlarni ketib ko'ylab, birovlarni nima deydi, maza qiladiganlarni, nima deydi, g'iybatini qilib, orqasidan gapirib, yuzini gapirib, o'tini gapirib, butini gapirib, sallaga chiqargan o'shani. Shu boshidan men bo'yanmasdan video qilishim kerak edi. Men uyda ham bo'yanib yuraman, hamisha erimning oldida tovlanib, go'zal bo'lib yuraman. Lekin uyda ekranda chiqqanimda bo'yanmasligini xohlayapman. Hozir shuni xohlab qoldim, shunaqa qilaman. Shu tabiiy o'zimni yuzim bo'yicha faqat erim uchun bo'yanib, o'zimga oro berib, atirlarni sepib, kerakmi menga ko'chaga chiqib, olifta bo'lib, hammani o'zimga qaratib, gapini qarab, tavba. Negativchilarni-chi qanday yo'qotib bo'ladi? Yo'qotsa bo'ladimi o'zi? Qizig'i.